Hürmetlik Uyghur qarindaşlar. Bugün 2020 yılı 9. ayının 15. günü. Bugünkü mavzumuz Xitayni vahimiga salgan Tibet alaydı qismlari qandaq bir armiya, tarkibi qandaq, qachon qurilgan, kuchi qanchalik, soni qancha, tarixda qaysi urushlarga qatnashgan va bugun maqsadi nima qilyotidi. Bu haqda men sizlarga tafsili ama qisqacha bir ma'lumot beraman. Yani o'tgan oyning oxiri, yani 8. ayning 29. günü Ladak'taki Himalaya tağlarının eteklerinde yer algan Pangong Tsu Kölü etrafında Tibet'in bir komandanı kurban oldu ve bir askeri yaralandı. Bu haber dünyaya takılgandan keyin bu özünü məxfi tutkan, Hindistan'ı mümkün kadar məxfi tutkan ve Xitaylarmı bek teşvik kılmagan Tibet alayida uruş kısımlarının kim boğallığı dünya medyası da birden kün tertipki geldi. Bu ölüp ketken komandanın ismi Nima Tenzin iken onun yani matem murasimi nihayet dağdağılık bir şekilde Tibetlikler terbidin, yani sürgündeki Tibetlikler terbidin ötküzüldü. Video görünüşlerinde bütün şu etraftaki Tibet kuralları, askerler hemisi bu matem murasimine katlaştı. Aynı gün, yani 8. ayının 29. günü ve 30. günü Xitay Merkezi Komitesi Pilot Bürosu ciddi Tibet hizmet yığınlaştı. Bu yerde Xitayla ciddileşip eğer Hindistan bilen Tibet arasında bir uruş bulunsa bu Tibetlik alayida kısım bilen Tibet'in içindeki halk birleşip Xitay armiyasiga arkadan parakendilik silish ihtimali üstünde toxtaldı ve bunun qandaq aldığını eliş hakkında məxfi bir müzakere karar edip məxfi müzakere edip verildi, karar kabul kılındı. Bırak Xitay'ın mətbuatı ilan kılgan sözleri hemmesi yalgan. Yani Tibet'in Terakki Kıldırmaz Milletler İttifakı'nı yaxşılayımız, Tibet halkının turmuşunu yaxşılayımız degen tarihten beri ki yalgan yavudak gepler. Ama psiki cihette Tibet'ni qandaq bastırış hakkında. Tibet halkını yani uruşqa qatnışa alaydigan, miltiq tuta alaydigan Tibet yaşlarını qandaq yo'qitimiz to'g'risi da məxfi karar elindi. Bu belki Xitay yakında Şarkı Türkistan'daki bu etnik soykırım elip bağına okşaş, şundaq bir kırgınçılıkni Tibet'te de elip verişim mümkün. Bunun mu elbette dünyanın nayeti dikkat qilmoq lazım. Endi Xitayni bu kadar vahimiga salgan bu Tibet
alayda kısmı, yani Hindistan çigirisi içinde teşkillengen bu Tibet alayda kısmı kancılık adam. Kandak güç. Bunu bilmemiz lazım. Bu Tibet alayda uruş kısmı 10.000 kişi. Boğan yani 10.000 kişilik bir armiye. Hemisi Tibetlik. Sürgündeki Tibetlikler içinde tallap elingan askerler. Bula 81 diviziye. Yani bunun içinde 12'si alayda. Türkiye'de özel timdeydi. Yani alayda hücumçu kısım. Teşkil tapkan. Bula ahırkı günlerde yani şu 6. ayının 15'ten başlap Xitay bilen Hindistan arasındaki iki taraf askerlerinin sürkülüşü başlangandan başlap bu Tibet alayda kısımlarının mühimliği oturuğa çıktı. Çünkü en aldığın septe insan nefes alamaydıgan tağ çoqlarında, cilgılarda faaliyet edirip Xitayga qaqşatqıç zərbe berip atqanlar bu Tibet alayda kısmı. Şuna bularning Hindistan üçün naiti mühim bolğanlığı texmi yaxşı bilinip atıdı. Endi bu kısım kaçan kurulgan? Yani hemenlerge ma'lum 1962 yılı Xitay Hindistan'a birden hücum kılıp girdi. Yani bir ay devam kıldı. Bu tuyuksuz hücumda Hindistan hazırlıksız yani tayyorliksiz bu qağaçqa çok köp çıkımga uçurdu. Ve Hindistan derhal Amerika'dan bombardımançı uruş aygılarının derhal Hindistan'a kelişini talep kıldı. Bu talepni oturğa koyup 2 günden keyin Xitay birden çekinip çıktı ve bir girişmo yani Hindistan'dan alanmay aslideki turvatkan yerlerine çekindi. Yani galba kılgan hiçbir taraf bulmadı. Çünkü Xitay'ın o zamanlarda bu Tibet'te yani arka sep teminatı nayeti acizdi. Yani taş yolları yoktu. Yani arka sep küçü yoktu. Ve Şarkı Türkistan'dan Tibet'e ulaşıdığan bugünkü bu ali yolu texmi yoktu. O yeni yasılayotgan bir zamanlardı. Yani şuna eğer Amerika'nın bombardımançı uruş aeroplanı kep kalsa Xitaylar büyük miktarda çıkımga uçurattı. Bu yüzden hemen çekinip yerge berip aldı. Bu fırsattan faydalangan Tibetlikler Hindistan'a yardım etadiganligini ve Tibet'nin koldan ketip kalgan devletini qaytırıp elip hükümetten qayta kuruş isteğinin bağlılığını bunun için bir Tibet armisinin Hindistan terkibi kısmında yer alması istekide bulundu. Bu uruştaki toxtamay yani 11. ayının 14. günü kuruldu. Yani uruş 11. ayının 21'i toxtadı. Bu Tibet özel yani alayda kısımlarının kurulgan günü 11. ayının 14. günü. Bu gün hem Hindistan baş ministri Nehru'nun tuğulgan günü. Yani bu tesadübilik mi ya ki şu günge uğurlaştırgan mı? Bu haqda aniq bir ma'lumot yok. Bu günde kuruldu. Bunun asası 1956 yıldan başlap Xitayning askeriga Tibet'te partizanlık uruş bilan qaqshatqich zarba berib kelgan ve 1959 yılı Dalai Lama
chekinishga majbur qilib Hindistonga chiqishga majbur qilgan vaqtlarda 100 ming kishilik hukumat, parlament, boshqa xalq bo'lib bu Hindistonga chiqqanlar ichida u urush tajribasi bo'lgan Tibetninki armiyasimi barabar batdı. Bunun asas kısmı şu vaqtdaki, yani 59 yılı, 1959 yılı Hindistan'ga ko'chib chiqqan o armiyanın terkib kısmındaki komandarlar bu alayda kısmının teşkilinişinde nihayet mühim rol oynadı. Bu alayda kısım Hindistan'ın Darjeeling degan joyida bir muddat mashq qildirilgandan keyin bularning bir qismi Amerikaning Colorado shtatiga aeroplan bilan opirilib, u yerda tarbiyalandi va Amerika istixboroti va qo'mondonlari tarafidan yetishtirilib tekrar Hindistan'a eklendi. Bu alayda kısımını Hindistan bilen Amerika, Nepal bilen söz düşüp Nepal'ın içinde bir bazıda turguzdu ve bu yerden Xitay bilen partizanlık uruş kılış için kurallandı. Yani kuralının hemmesi, mesela yine avtomatla nayeti ilgar, hatta su astı parxotlarda kullanılan 47 degen avtomatlar ve zemberek başka raketa katarlık kurallanımı Amerika teminledi. Bu alayda Tibet kısmı 10 yıl Xitay chegara qismlariga parakandilik saldı. Davamlı o'di qaçtı, oqidan o'di, oldidan kelib o'di. Davamlı parakandilik elib bordi. Ama 1972 yılı Amerika prezidenti Nixon Xitayga ziyoratga berib, yani qaytib kelgandan keyin Amerika bu Tibetlik alayda kısımga bo'lgan yardımını to'xtatdi. Amerika bu Tibet alayda kısımlarga bo'lgan yardımını to'xtatgandan keyin hakikaten bular iqtisodiy jihatdan texmi eg'ir kunda qoldi. Bu vaqtda Tibet xalqi ko'p yordamlarda bo'ldi. Özleri yoksul bolsumu, kambag'al bolsumu, o'zining yeydigan, ichadiganlardan oshirib, bu armiyaning mavjud bo'lib turishi uchun bütün yordamlarini ayamadı. 1973 yılı Xitay Nepal padişahını Beijing'e ziyaretke teklif kıldı. Nepal'ın padişahı Beijing'e vardı. Naydı dağdığılık karşı elindi. John Lay bevasıta özü karşı aldı. Mao görüştü. Nepal padişahı bilen. Naydı köp soğuk salamlar bilen yolga saldı. Nepal padişahı Nepal'a qaytib kelgandan keyin bu Tibetlik armiyaga bir ultimatum topshirdi. Yani bir ay ichida Nepal zaminini tark etib chiqib ketgan. Yani chiqib ketsan, agar chiqib ketmasang Nepal armiyasi seni yo'q qiladi dedi. Ammo bular chiqib ketmadi. Davomli Xitayga qarshi partizanlik urushini davomlashtirdi. Bir ay to'shqandan keyin Nepal armiyasi bularga o'q chiqarishga boshladi. Bularning ustiga hujum qilishga boshladi.
Şunun bilan bular hem Xitoy chegara mudofaa qismlari bilan hem Nepal armiyasi bilan urush qilishga majbur qoldi. Bir yil ikki taraf bilan urushib bu yerda oyoq tutdi. Ammo natija chiqim tortdi. Nurg'un askarlari bu yerda o'lib ketdi. Shuning bilan 1974-yili 7-oyda Dalay Lama bu alayda Tibet qo'shiniga buyruq tushirib, chegaradan qaytib kelishga, ya'ni Nepalning ichidan chiqib Hindistonga qaytib kelishga chaqirdi. Va bu qo'shin, Tibet qo'shini Dalay Lama'ning buyrug'iga amal qilib Nepaldan chekinib chiqdi. Ya'ni bu askari qismning kundan kunga har tarafdan ig'irlashga boshladi. Aslida Amerika 1968'da bularning alohida parashutchi qismlarini da tarbiyalagandi. Ya'ni aeroplan haydadigan lütchuk yetishtirdi. Parashutdan tushib urush qiladigan alohida qismlarni yetishtirdi. Chunki bu Tibetliklar Amerikaliklarga ko'p xizmat qilgandi. Ya'ni Tibetda Xitoyning atom faoliyatlarini kuzatadigan va rasmga oladigan apparatlarni Himalaya tog'laridan eshib tushib Tibetning ichiga yerlashtirdi bir qancha qatim. Buningdan Amerika yaxshi foydalangandi. Chunki buni na Amerika askari, na Hindiston askarining qilishi mumkin emasdi. Chunki bundaq egiz tog'larda yalg'iz shu Tibetliklar nafas ola oladi. O'lmay bir yerdan bir yerga yetib manga oladi. U ya'niki hani eg'ir tabiiy klimatiga bu Tibetliklarning vujudi moslashgan. Shunga Amerikaga ko'p xizmat qilgan. Ammo Amerika Xitoy bilan munosabat o'rnatgandan keyin bu Xitoy diplomatik yo'llar bilan Nepalni qo'lga keltirdi, Nepaldan chiqadi bularni. Uningdan keyin Hindiston bilan bu munosabatini yaxshi tutishga boshladi. Yillar o'tgancha Hindiston bularni taqib etish niyatiga keldi. Ammo Dalay Lama qat'iy bu armiyani men hayotda bo'lsam bu armiyada qolmaydi deb ularni o'zi boqdi. Ya'ni shu yerda tirikchilik qilayotgan, fabrikalarda ishlayotgan Hindistonda va boshqa yerlarda, Yevropada, Amerikada ishlayotgan hamma Tibetliklarga chaqiriq qilib bu armiyani uchun yordam qilish uchun safarbar qildi. Har kim yeydigan, ichadiganni, hajlaydiganni qisib turib bu Tibet xalqining ko'z qarchig'i bo'lgan bu armiyaga yordam etdi. Shuning bilan bular o'zi beqib, kiyim-kechaklarni bilib, yemak-ichmaklarni bilib, bu 10 ming kishilik yani armiya az inson emas. Ularning kundalik xarajatini, masrafini qarshilab keldi. Hatto Bombayda hammallik qilayotgan Tibetliklarmi o'zining hajlaydigan pullarini bir kunda 3 vaqt yemek yegan bo'lsa, 2 vaqt tomoq yeb, bir vaqtini yeb shu Tibetlik armiyalarga o'tib turdi. Bu Tibetliklarning armiyasini qo'g'dab qilish yo'lida qilgan fidokorliklari tillarga daston bo'g'idek hikoyalar bor. Ammo bu yerda bizningki videomiz vaqti uzrab ketadi, bularni so'zlasak. Ya'ni hech bir zaman bu armiyaninki yo'qolib ketishini, taqilib ketishini Tibetliklarning hech biri rozi emas bo'lg'achqa. Hatto Dalay Lama Nobel mukofotiga erishdi. Xitoygami, dunyogami tinchlik dedi. Tinchlikdan boshqa gap qilmadi. Xitoyni biz tinch birga yashaymiz Xitoy bilan dedi.
Ama avtonomiyamizni bersin dedi. Xitoy askaringni taqib et. Bo'ldi ko'rsat yana bizga dedi. Ama Dalay Lama askarni taqib etmedi. Çünkü bu asker bo'lganda bu Tibetning kelajagi bo'ladi. Biz mustaqillik deymiz ama armiya konusunda, asker konusunda bunu devatkan qarindoshlarımızın hech qanday bir teklifi, fikri yok. Ama tinchlik devatkan, dunyoga tinchlik deb baqiravatgan, tinchlik mukofotini olgan, shunday deb yurib, Dalay Lama askarni, urush qiladigan askarni, yani düşman bilan urush qilib, bu o'z vatanini qutqizadigan armiyani ko'z qarchug'idek asirdi. Buningdan biz Sharqiy Turkistonlikninki chiqaradigan nayt ko'p darslar var. Yani 4 adam bir yerga toplansa, Xitoy uni terörist dese, biz mi beraber turib bular terörist, ulardan uzak turaylı, ularning qarshi bizga yo'qib qoldi deymiz. Ular xato yo'lga kirib ketsa, to'g'ri yo'lga ekilaydi demay, ularni davomli ayblaymiz. Ular bilan suhbat qilaylik, to'g'ri yo'l ma o xato yo'ldan yenib chiqinglar. Deyish o'rniga ular hammasi bir bombaning ostida o'lib ketsa ekan, qutulsak, bizni terörist deydi dunyo. Deb bütün töhmetni ularga atamiz. Hakikaten Suriye'ye ketganlar Xitoy uchun büyük bir koz oldu. Şu kamp, yani jazo lagerlerini qurishda ularni bana qilib turib, yani kirvatdi 1 milyondan ortiq adam o'lib ketdi. 4-5 milyon adam hala hozirmi jazo uylarida, jazo lagerlarida, qul ishchi ishlatadigan fabrikalarda azob chekyapti. Ama Dalay Lama xato ishnimi, yani Xitoy xato degan ishnimi to'g'ri deb kimsaga terörist degizmay o'zining armiyasini. Hech bir davlatga Xitoyga mı terörist degizmay. Yani Xitoy terörist e'lon qildimi? Bu Tibetdagi 10 bin kişilik, yani Hindistondagi 10 bin kişilik Tibet qo'shinini Xitoy bilan urushdi bular. Bugun urushyapti ular. Xitoyga tahdid solyapti ular. Ama Xitoy mu bularni terörist bir teşkilat deb resmi dünyada bir engel olduramadi yani. Çünkü Dalay Lama onun tinchlik, men dunyoga tinchlik istayman, Tibetga tinchlik istayman, Xitoyga tinchlik istayman deb kunda shu gapni deb tasbih seriyotgan Dalay Lama bu armiyaga, bu qurolli kuchga hech kimni til tekkizgili qo'ymadi. Qanoti ostida saqlayotdi. Shunday yaxshi saqlayotdi. Bu bizga ders bo'lishi lozim. Kim bir yerdan o'ttirg'i chiqay desa, xato yo'lga ketganlar o ketdi. To'g'ri yo'ldan o'ttirg'i chiqib Xitoy bilan hisoblashaman, balkim bu yo'l to'g'ridir deganlarni ugusida Xitoydan burun ujuqtirish uchun. Bular chiqib qolsa biz bularning sayisida qolamiz. Deydigan bundaq ana xiyonatni Tibetliklar o'zining armiyasiga qilmadi. Dalay Lama buni qilishga kimsaga yo'l qo'ymadi ve Tibetda bunda qiladigan adam yo'q. Yani bu yurt dışida turib atgan 100 bin kişilik, yani Tibet musafirlarining ichida bu armiyaga til tekkizadigan, biz vatanimizda odamlar qirilib ketdi, sen bo'lmagan bo'lsang unda qirilmadi deydigan birma odam chiqmadi. Biz jim tursakmi Xitoy o'ltirdi, midirilsakmi Xitoy o'ltirdi. Xitoy Uyg'urni har bana bilan, koronavirusi bilan, toplama kampları bilan, kesel yuqtirib, tug'ut kontroli qilib, och qo'yib, her yol bilan o'ltirdi. Bir kun to'xtamaydi. Biz jim turayli, yana o'ltirdi. O'ltamidimi jim turganlarning hammasini?
o'tadi. Shuna bizning tibetliklardan o'rganadigan ko'p narsalarimiz bor. Tibetlikni madaniyatsiz deb bizdagi Uyg'urlar pek ko'zga ilmaydi, ammo Tibetda ne kadar medeniyet bo'lganligini, yani ne kadar güçlü bir milli gurur, vatan sevgisi yürgüde bo'lganligini amaliy paketlar orqali biz ko'ryapmiz. Shundoq bir sharoitlarda Tibetni Hindiston taqib etkisi bo'lsa, nimishga taqib bunun bir siri var. Bu sir qaysi sir? 1971 yılı Hindiston bilan Pokiston 3. qatim qattiq bir urushga kirdi. Bu urush, yani bugungi Bengal, yani Sharqiy Pokiston deb ataladi o zamanda 1971'de. Bular isyon qildi. Yani orada armiya bir qism ham xalq isyon qilib Bengalning mustaqilligini istedi. Bu vaqtda Pokiston armiyasi urush qildi bulardan hammasini o'ltirib tugatamiz deb. Bu ishga Hindiston aralashdi va Hindiston Pokiston armiyasi bilan urushdi, Bengalni mustaqilligini qo'llab. Bu vaqtda 3000 kishilik bu Tibet alohida urush qismi tanlandi. Çünkü bular biz lazım bo'lsa, biz urushga tayyor dedi. Çünkü urush bo'lsa, uningdan kim bular o'zini mavjudligini saqlab qola oladi, ham urushda mashq qilib o'zini taxmo kuchli holga keltira oladi. Shunga bu 3000 kishilik Tibet qo'shinini Hindiston bilan Bangladesh orasidagi bir rayonga derhal apadi ve u yerdan bu 3000 kishilik armiya urushga kirdi. Urushga kirib, yani Pakistan'ın bir qancha diviziyasini tirpiran qildi. Hatta bu Tibet qo'shinidan ana qo'liga tushmaymiz deb qechib Myanmarga qechayotgan bir diviziyani aqsini qo'llab tamamen yo'qotdi. Onlarni taslim qildirib Hindiston armiyasiga taslim etdi. Hatta ularning oldingi safda hujumchi bir qo'shini bordi. Bengalda, Pakistan'ın, onu da yok etti. Şunun bilan bu Tibet'ninki alaydı qo'shini Hindistan'da, Bengalda, Pakistan'da tillağı dastan bo'lib ketdi. Bu nereden çıktı bu kadar kahraman bir armiya? Urush 1971 yılı 12. ayının 17. günü ahırlaştı. Bu uruşta Tibet'nin bu 3000 kişilik jangovar qo'shindan 56 jangchi ve kumandir kurban bo'ldi. 190'dan ortiq jangchi ve kumandir ağır yaralandı. Keyin bular qaytib kelgandan keyin Hindiston hukumati bütün Hindistan'da dağdığılık bir murasim ötküzüp 580 jangchi ve kumandirga bu urush qatnashgan 3000 kishilik qo'shin ichida 580 jangchi ve kumandirga sharaf medalyasi, yani sharaf medali taqdim qildi ve naqd pul mukofoti berdi. Şunun bilan bu Tibet qo'shinini taqtayli deguvchilarning gipi Hindiston xalqi ichida bek o'tmedi. Bengalliklarmi bularga nima kelsa biz qo'limizdan, chunki bizni qutqizib qo'ydi. Pokistondan biz mustaqil bo'ldik. Bizmi bu Tibetliklarga qo'limizdan kelganini qilaylik deb qo'lidan kelgan yordamda bulundu. Onundan keyin yani urush bo'lmasimi? Gerçi Amerika bularni tashlab etgan bo'lsa-mu, Nepal bularni chegarasini chiqarib etgan bo'lsa-mu, yana Dalay Lama u yerga bu yerga berib yig'lab yurib bularga pul to'lamay Tibetliklarning o'zini safarbar qilib nihoyatda kishini ta'sirlantiradigan shundoq bir safarbarlik harakati bilan
10 yıllab bu 10 bin kişilik, o zaman da 12 bin kişilikti bu armiya. Bularni gündelik yemek, içmek, kiyim giyecek bütün rasulunu karşıladı. Yani bir millet özünün armiyasiga urush qilayotgan yoshlarga mushundoq sahip chiqsa, ularni jangovarlik bilan urush qiladi. Endi 1984 yılda Hindistan'ın baş ministri Indira Gandhi suikast bilan ölüp gitti. Bu vakitte Hindistan hükümeti bu baş ministerini ve bakanlar, ministerlerini qo'llaydigan kısmını, muhafazat kısmını uzaklaştırıp bu Tibetlik alayda kısımdan bir kısmını yetkep gelip bu başbakan ve başbakanlıkını qo'llaydigan muhafazat kısmıga aylandı. Demişken Hindistanlıkını koysa bular o düşman taraf, yani terör kılıdığanlar, ministerlerini öldürdüğün, bunda suikast kılıdığın grupla ulanı pul bilen setip edip bu Hindistan'ın başbakanlarını öldürüp etip, yokutup aram verme geçken bu Tibetlikler özünün vatanına sadık Hindistan'ın eski ziddidige aralashmagan, bular sadakat bilen bizdeki rehberlerimizni qo'llaydi deb muhafazat qismga aylantirdi. Bugün bu bular Hindistan'ın ministerligini qo'llab kelyapti bir kısmı. Şunun bilen bu 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, hatta 2000'li yıllarda 30 yıllar hiç urushga kirmagan Xitoy bilan Hindistan'ın münasebeti yıldan yılga yaxshi bo'layotgan vaziyatdami? Xitoy ichki jihatdan ne kadar besim qilsa-mu Hindistan bu Tibet alayida kısmını taqib etishga imkoni bo'lmay qoldi. Gerçi ularning masrifini, chiqimini qisqan bo'lsa-mu, bu Tibetliklar o'zi qarshilayotgachqa, Hindistonga bir besim bo'lmagachqa, bu qo'shinni hech qanday bir taqtish istiga, masalan Hindistonning ba'zi partiyalari bularni taqib etaylik, Xitoy bilan munosabatni yaxshilaylik deganlarning maqsadi amalga oshmay bugungi kungacha keldi ve bugün bularning muhimligi, e'tibori texmi eshiyotidir. Bularning maqsadi Tibetni qaytarib olish, Tibetning yo'qotilgan davlatini, hukumatini asliga keltirish. Tibet hukumatini, Tibet parlamentisini yana lasaga elib ketish. Şuna bu xalq ve asker birlikte bu Xitoyga qarshi naiti keskin iradesini ifade qilib kelmoqda. Şuna Hindistan 1975 yılı bir karar çıkarıp bular naiti milli tuygusu güçlük Tibetliklerken biz bilmey birden Tibet'e Tibet'nin içine kirip gidip gelip Xitoylar bilan urushib bizning başımızga balo açmasın deb 10 kilometre chegaradan uzoqqa yerlashtirish, 10 kilometre ichiga kirmaslik, yani chegaraga yaqinlashmaslik bir qonun chiqarib, shunday Tibet, yani Xitoy chegarasidan 10 kilometre uzoqda turgan qilib qo'ygan. Hozir onu bekor qildi. Chegaraning ichida hatta Xitoylar besib olgan yerlarni kelib oladiganga bularni qurollantirib, sizlar daha güçlü, daha jangovar ekansizlar, sizlar e'lonladi. Bularni oldin qo'ysak, urush qilsak, bularni o'lsak vatanimiz uchun o'limiz. Demak, urushsak düşmanımız Xitoy bilan urushimiz. Oldin qo'ysak, chorlash xizmatlari, kechida berib bo'g'ib tutib
Xitoy askarlarini akiladigan ishlarni bular qilyapti. Oldingi safda alohida hujumchi komandorlarni bu Tibetliklar. Shunga Xitoy 8 ayının, yani ötken ayının 29, 28, 29. günü Beijing'de Xitoy Komünistik Partisi pilot bürosu yığınını açıp Tibet hizmet yığını deb e'lon qildi bu yığınni. Yani matbuotda Tibet'te millete itibaqını kuchaytiramiz, Tibet'ninki taraqqiyotini gullantiramiz, Tibet xalqida yo'qsullikni tugutamiz degan bo'lsa-mu, amaliyotda bu Tibet alayida qismi hujum qilib kirsa, Tibet yani Hindiston armiyasi bilan Xitoy armiyasi hujum qilayotgan, urush qilayotgan sharoitda bular yani Tibetdagi xalq bilan birlashib, parakandichilik sasa bizni jiq chiqimga uchratsa, nim bo'ladi? Çünkü bunun oldini qanday olamiz degan mazmunda maxfiy qarorlarni oldi. Balkim Xitoylar Sharqi Turkistondagi jazo lageriga o'xshash jazo lagerini qurib, Tibet yoshlarni ustida, Tibet yoshlarining ustida bir qirg'inchilik elib berish ehtimolimi yo'q emas. Endi Tibet o'zining mustaqil bir davlat bo'lganligini, Xitoyning yaqinda besib olganligini dunyoga tushuntirib, dunyoni qoyil qilib kelyapti. Buningda men ikki paketni so'zlayman. Biri mavzuning 1936 yılı Yan'andagi vaqtida Amerika muxbiri Edward Snow bilan suhbat elib boradi. Bu yerda Tibet tilga olinadi. Yani bu Snow'a deydi ki suhbat jarayonida bizga chet elliklar yordam qilmagan bo'lsa, Gomindan bizni ujuqtirib hammamizni yo'q qilib etdi. Bizning oldi bilan Jungulukdan chet ellikka vijdon burcimiz ko'proq deydi. Yani biri Sovet ittifoqi degini, yana biri Tibetlik deydi. Yani Tibetlik. Biz Jingangsandan chiqib qochib mengayotgan shimolga qarab mengayotgan vaqtlarda Gomindan bizga qattiq hujum qildi. Bir kunmi, bir soatmi orom bermadi. Biz özümüzün Xitoy xalqi bizni pash qilib Gomindanga chiqib qo'yib, nayt cho'q chiqimga uchirdik. Uningdan keyin majbur qoldik Tibetning ichiga kirib ketishga. Biz Tibetliklarga dedik, biz sizlarga hech qanday ziyon solmaymiz, bu yerdan o'tib ketamiz bu Gansu tarafga. Dedik, ularmi bizni yaxshi qarshildi. Kiyim-kechak berdi, yemek-ichmak berdi, minadigan otlarimizni berdi. Shunday qilib biz Tibetning ichida hech qanday hujumga uchirmay, xotirjam Qinxay orqali Gansu tarafga o'tib ketdi. Bularga bizning vijdon burchimiz bor bu chet elliklarga deydi. Bu 1936 yılı. Bu Snow Beijing'e qaytib borgandan keyin İngilizce ve Xitoycha bir kitap chiqardi. 5 yulduzli Qizil Xitoy deb. Bu kitapta bu tafsilotlarning hammasi bor. Yani bugungi Xitoy Komünistik Partisining daihisi bo'lgan, qurg'uvchisi bo'lgan bu davlatni mavzudan Tibetning mustaqil bir davlatligini bu sinov bilan bo'lgan suhbatida o'ttirib qo'ydi. Bu bir paket. Yeni bir paket 1911 yılı Xitoy 300 yıl Xitoyni idora qilgan, bosh qo'ygan Manchu xandonligini ag'dirib tashlab Cumhuriyet kurdu. 1912 yılı Beijing'deki Dazongtong deb atalgan Yuan Shikai Nepalga ve Tibet'e ayrım telegram verdi. Telegramda deydi ki biz Xitoy Federasyon Devleti'ni kuruvatımız. Biz Nepal'ın, Tibet'nin bu federasyon işçiye koşuluşunu arzu kılımız. Eğer sizler
qo'shilmoq istasanglar, bizning orzuyimizga qo'shilsanglar, biz nihoyatda mamnun bo'lamiz. Sizlardan biz javob kutamiz deb telegramma o'tdi. Bugun o telegramma Tibetlikning qo'lida bor. Ya'ni vaqtida Gominda o'z vaqtida Tibetliklarni biz qo'g'daymiz, sizlar mustaqil turaversizlar, ammo sizlarga biz ko'p yordam qilamiz, sanoat mollarini o'tamiz, kiyim-kechak o'tamiz, yemek içmek o'tamiz, tijoratimiz yaxshi bo'ladi. Biz bilan yana yaxshi munosabatda, ammo Beijingga qaragan bo'lib ko'rininglar, Nanjingga qaragan bo'lib ko'rininglar Xitoy hukumatiga. Ammo mustaqil turaversizlar deb aldab imzo atqachqa bundaq kelishimga Tibetlik Kommunist Xitoy 1959 yili bularni besib olgan. Tibet aslında yaqingacha bir mustaqil davlat. Xuddi bizning Sharqiy Turkistonda azaldan bizning zaminimiz deganga o'xshash. Tibetning bu Xitoylar azaldan bizning zaminimizda. Xitoy xalqiga bularning mustaqil bo'lganligini, Sharqiy Turkistonning mustaqil bir davlat bo'lganligini bularni tamamen yo'shirib kelyotdi bugungacha. Ammo dunyo buni biladi. Bularning mustaqil davlat bo'lganligini. Bu mustaqilligini asliga keltirish uchun Tibetliklar kurash qilyotdi. Dalay Lama bo'lsa Nobel mukofotiga erishganligiga qaramay dunyoga 30 yil men tinchlikparvar, tinchlik istayman, dunyoga tinchlik istayman, Tibetga tinchlik istayman, insoniyatga tinchlik istayman, Xitoyga tinchlik istayman. Xitoy bilan tinchlik ichida birga yashamoq istayman deb tinchlikni og'zidan tushirmay, tinchlik deb tasbih serib o'ltirgan Dalay Lama tinchlikqa imkon bermaydigan, Tibetning mustaqilligini qurolli kuch bilan oladigan o'zining 10 ming kishilik harbiy qo'shinni ko'z qarchig'ini asirgandek asirab qanoti ostida saqlayotdi. Hech kimga azdamay bugungi kungacha saqlayotdi. Siyosat mana shunday bo'ladi. Bunu yani Tibet'nin umumi siyasi faaliyetleri bulup mu askeri faaliyetleri ve askerini her kandak ağır şaraitta takdir etmeyi bugünküçe saklap kelişi bu Tibetlik'nin hem diplomatiyanı hem devlet başkuruşunu hem dünya siyasetini ne kadar doğru düşünüp doğru karar vergenliğini bizge köksüdü. Bizning Tibetlikten qanchalik o'rganadigan taraflarimiz var. Bular uchun yaxshi tafakkur qilmog'imiz lozim. Yani Tibet nimishki bugungacha armiyasini taqatmadi. Xitoy Tibet bilan suhbatida armiyasini taqib etishni oldingi shart qilib qo'ydi. Bir qancha qitim kurishdi, ammo 7-8 qitim bu Tibet vakillari bilan kurishdi. Ammo suhbat elib bormadi. Suhbat elib berishimiz uchun oldi bilan bu armiyani eskirini taqib etsan dedi. Chunki Dalay Lama ben tinch Xitoy bilan birga yashamoq istayman. Yani Ali avtonomiya bersa Tibetninki Qinghayga, Sichuanga, Guangxiga qetib etgan zaminni Tibetga qaytarib bersa, men Xitoy bilan birga yashamoq istayman degan gaplarga ishonmadi. Chunki sening armiyang turdi bizlar urush qilayotgan. Al bilan uni yo'qot, uningdan keyin ustalda o'ltiramiz dedi. Ammo Xitoyning bu gaplariga Dalay Lama pisand qilmadi. Sen bilan ko'rishaman, tinchlik bilan birga yashayman dedi, ammo armiyasidan hech bir vaqt voz kechmadi. Bunu bilishimiz lazım. Bu Tibet'nin bu turuşu, bu pozisiyasi bizning tafakkur qilishimizga, o'ylanishimizga bir ilhom manbasi bo'ladi. Bu Tibetninki 81 diviziya bo'lganligi haqida gap qildim, ammo bularninki
qandaq teşkil, yani askeri teşkilatının qandaq şekillengenligi hakkında bir məlumat veremmedim. Çünkü bularınki isimleri özünün Tibetçe, askeri isimleri varken. Ben bu Tibetçini bilmeyim. Bunu da desem o yadılap bizim ki karındaşlarımız, Uygur karındaşlarımız düşünmeydi o. İngilizce desem bu İngilizceni ben bilmeyim, yaxşı anlatammayım. Şunu anlatamadım. Bu yerde şu bir meseleye duç geldim. Yani bir gün geçe bizim hərbi unvanla askeri teşkilatınınki yukarı tüven kısımlarının atılışı da Uygurca, yani unvan olsun, isim olsun, bu isimlandırış yokken. Yani zamanında, mesela Yakup Bey zamanında, hatta Xotan Emirligi kurulan zamanlarda 10 başı, 100 başı, 1000 başı degen, yani emir degen komandalarını isimler bolsun mu? Yani bugünkü zamanevi bu, yani mesela generalını Türkiye'de mesela orgeneral, korgeneral, tüm general, to general deyip generaller tötkül dereceye bilinir. Onun din keyinki komandalar mı? Mesela albay, yarbay degендek onun tövellerinde 7 xil unvanga bilinir. Asker kısımlarda bu Tugay, ordu, kolordu, bölük degендek kısımlar var. Ama biz Uygur'da, yani Uygurça'da bu okşaş kilidağın bir askeri, yani hərbilərinki nemi deyip atılış hakkında bir isimler yok bu ağaçka. Ben bir qıynaldım bunlarınki ismini ataşta. Çünkü Xitayça Lian, Pey, Şi, Tön deyip ataş biz günümüz. Zamanında 1933 yılki Şərqi Türkistan devleti kurulan vaxtıda bu onun aldıdaki uruşlarda mı bir munça kıymetli komandalarımızın ki unvanı Xitayça atalğanlığını bilimiz. Tümür Sıcan mesela. Bu kahraman komandan Tümür aslında kuşalık bir harikeş ve korkmaz bir adam. Şu dihallarını toplap uruşqa kirip komandanlık kılıp Kaşgar'a çıkarken. Ama Kaşgar'da beraber bu komandan Tümür bilen bile uruş qılğan Tungallar onunla Sıcan degen unvanını verip koygan. Bu şu Tungalları öldürüp o Tümür Sıcan'ını. Şununla Uygurlar askerli bu xalq mı Tümür Sıcan'da yürüp diken. Mahmud Sıcan deyimiz mesela. Şın Seybergen unvan. Bu isimler bilen atılıp kelgeçke bir gün oylasak, gerçi vatan tutulgan bolsumu, muş kahramanlar çok güreş kılgan bolsumu, ama isimleri ne Xitayça şu vaxtdaki, yani atalarımız şu vaxtdaki xalq, ama şunda Xitayça atap yürüyüşleri hakikaten bir gün bizni biraz oylandırdı. Endi Golcudaki Şərqi Türkistan devleti de bolsa, yani 44. yılı kurulan bu devlette muntazam armiya bolgan. Ama armiyanın ve komandalarının hemmesininki unvanları, yani isimleri Rusça. Bu mu? Bizge uygun emez. Bugün aklımda şu nesi geldi de sözler ettim. Yani biz askeri, yani bu armiyanın her kaysi kısımlarına ne dep isim koyumuz? Hərbi komandalarının derecesini qandaq belgileyimiz ve bularının ismi ne mi bulundu? Bu haqda bugünden başlap oylaşsak deymen. Bu korkutulan bir iş emez. Bu tüm meselesi sadece. Biz adette yaş vaktimizde öylengen haman ayalımız hamile bombagan şaraitti mi? Balam bolsa, oğul doğulsa ismini ne mi koyayım, kız doğulsa ismini ne mi koyayım deyip oylaşımız. Ayalımızla bunu məsləhətləşimiz, ata-anamızla məsləhətləşimiz,
urug' tuqqanlar bilan, yaqin do'stlarimiz bilan maslahatlashamiz. Ismni nima qo'yman deb. Armiya bir vatanning, bir millatning farzandi. Uning da ismi bo'lmog'i lozim. Ya'ni buning ismini buning ismini bu qo'yamiz deydi. Biz vatanni mustaqil qilamiz, vatanni ozod qilamiz deb davomli shu fikrni deymiz. Kim ozod qildi? Qachon bo'lsin bir armiya qurildi va bu armiya o'tirg'i chiqdi. Shu vaqtida bu vatanning ozodligi yo'lidagi rasmiy kurash boshlangan bo'ldi. Shunga biz bola tug'ilsa qip yalang'och qo'ymaganimizga o'xshash, uningga kiyim-kechak kiygizib va uningga ismni hozirlab tug'ganimizga o'xshash, bugun hech bo'lmasa bu armiyaningki eng yuqori qo'mondondan boshlab, generaldan boshlab tuyangacha bu unvonlarni nima deymiz? Armiya qismininki ana eng yuqori armiyadan boshlab eng tuyan guruhlargacha ismni nima deb ismlantiramiz? Bu haqda tilshunoslar bilan armiyadan chiqqan, yani askeri mutaxassislarninki o'ylashi lozim deb tushunaman. Bizda tilshunoslar bor, milliyatchi tilshunoslar bor. Vatanparvar milliyatchi askardan kasb almashtirgan, ya'ni bu O'rta Osiyoda bundaq yetishgan, komandir bo'lgan bundaq Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Shunda Qozog'istonda, O'zbekistonda nima deb ataydi? Hali bu ruscha atamdi bu unvonlarni yoki o'zlari ism qo'ydimi? Bu ularni bir bilmek lazım. Mesela Uygurca'da hiç tepilmasa Kazakça, Özbekçe isimni biz işletsek bunu gördü. Ola bizim kardeşimiz dilimiz bir. Türkiye'de mu elip işletsek buludu. Ama mümkün kadar Uygurca isim olsa halkımız düşündüğün unvan ve isimler olsa bu tekme yakşı. Şuna şu programını sizlerle sözleş jarayonida bu dersi aklıma geldi. Bunu biz Uygur qarindoshlarimiz sosyal medyada ijtimoiy taratqu deymiz. Bunun da mening aqlimga bu fikir keldi. Menimcha bundoq bo'lsa deb o'zaro fikr almashtirib bir oxiri tilshunoslar, askeri mutaxassislar buni bekitib bizning armiyamiz qurilguncha bu nomzod ismlarni armiyamiz qurilganda armiyamizga Milliy Sharqiy Turkiston armiyasiga sunadigan bir halga ekip koysak demekçi. Bence bunu biz kılalayımız. Çünkü bununla kan ketmeydi, pul ketmeydi, can ketmeydi. Sadece tefekkür kılsak bunu hal kılalayımız. Dep oylayım ben. Ve bir gün düşünçilik olsun. Yine mühim olan mezmunlarda Uygurca arada bir program başında kardeşim mümkün. Şuna bu Uygur karındaşlar köprek abone olsa çünkü abone olanlara bir vasıta YouTube'dan udul kedidu. Hemen bu benimki sözlügen programga ulaşalaydı. Onu kürelaydı. Yani ben bu köprek Uygur karındaşlarınki benimki bu programlarımda yani Uygurca programlarımda kirishni istayman. Eğer Türkçe bilgenler olsa tek yaxshi. Benimki şu anda 62 badi Türkçe programı. Bundan kimi devamlı zaten Türkçe kılman. Uygurlarınki duzaq otuda kuyuvatkan bugünkü eğer şaraitini ve Xitaylarning zulmünü devamlı türde yani Türk qarindoshlarınki texmi ko'proq bilishini arzu qilaman. Shunga men Türkçe ko'proq programma qilyotaman. Vaqtim bo'lgan muddatcha. Shunga Türkçe bilganlar texmi Türkçeden foydalansa texmi memnun bo'laman. Türkçe bilmaganlar 5-2 bunun bilan 3-cü Uygurcha program bo'ldi. Bununla abone yani a'zo bo'lib qo'ysa bir vasıta mening ağzımdan
bevosita anglasa, bilmaganlar bilsa, bu haqda tafakkuri echilsa, vatanning kelajagi uchun nima qilish haqida texmi ko'p Uyg'ur qardoshimiz bo'libmi, yoshlar bu haqda bilim, bilgi egisi bo'lsa va ularning texmi to'g'ri qaror berib, kelajak haqida texmi to'g'ri yo'lda menishiga foydasi bo'ladi deb tushunaman. Hozircha Allohga omonat.